Assalomu alaykum, okalar, yaxshimisizlar? Qanchaman tinchmisizlar? Samarqandga tayyor bo'lgan darvozamizni bitta sifatini ko'rib qo'yinglar. Xudo xolasa bu darvoza men o'ylayman bir 15 yil ichida ham modidan o'lmasa kerak deb o'ylayman. Buni bag'ani ha. Mashalloh. Baquvvatligiga e'tibor berasiz. Darvoza ham doddaxo'ja chiqqan, xudo xolasa. Xudo xolasa yonidagi nalishniklar tayyor bo'lsa, ustanovkaga jo'natib yuboramiz. Darvoza ham o'ta cho'tki. Sifatlarni qaranglar. Bu yerlarda cho'k bormi-ki, yo'qmi-ki? Bitta e'tibor beringlar-da. Shunaqa ish qiladiganlar kommentariyaga o'z fikringizni bildirib qo'ying do'stona. Qalban birgamiz deyiladi-ku. Darvozaning materiallari o'ta cho'tki, xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli, baquvvatli darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, oltin darvozaga aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh chiroyli qilib, muhimi ishlarni chiroyli qilib aytilgan materiallarni qo'yib beramiz. Bizni kuzatishni davom etganlar. Biz darvozani shunaqa yaqindan olib kelib ko'rsatishdan cho'chimaymiz. Agarda yana ham yaqinroqda ko'rsatishingiz bo'lganda ko'rsatib qo'yadi. Salomat bo'linglar. Bundan yaqin ko'rsatsak ham juda ko'z tiyib ketadi. Muhimi kasal bo'lmani o'zingizni ehtiyot qilinglar.